Bu yerlerning ilkigi xo'jasi Shamshiddin Abushayev chiqishi bilan hozirgi Buvar rayoni Yamatinchali ovulundan bo'la. Simbir shaharida yashasa da, ul 19-asr ozag'ında shahardan ellan yiroq bo'lmagan Berishuvka ovulunda yerlar sotib ola. Ham igin-igu otlar asrab olmag'achlar o'stiri bilan kasb eta boshlaydi. Elgi qirlarning yangi xo'jasi Rafi Sabida Shamshiddin Abushayev uchun davom etib, bosuda igin o'stirib ambar to'tirib siyir, ot asrab bilan shug'ullanadi. Mo'a qadar ul 100 gektarda buday, arish, kunbog'ish ekkan bo'lsa, bu yil tevgi topqir barangi ham kishir o'stirib qarorga bo'la. Tajribalari oz bo'lsa-da, ko'rinib turib, bu yil o'ng'ishongan qay bir kishirlarning og'irligi hatto 1 kilo 400 gramga qadar yetadi. Durustenda bu yilgi jay bikni qir bo'lsa-da, kishirda barangida yaxshi o'ng'ish bergan. 900 sentner chiqdi, 90 tonna 1 gektardan. Kişi. Berengi 340 sentner. Bu zurlar indi bir botka gitti, salatlarga nilerge niteler, kemisten sızlaganda gitti nileri. Emine bunları magazinlarga, setlerge gitti bu kişide. 4 fraksiya gitti. Tağın var uakları uсы restoranlar alalар. Sirtugul kichkina ovul xo'jaliklarına jiyib olgan o'ng'ishni yaxshi bayaga sotuv. Onu kim aytmishli, to'kmi-shashmi o'rnashtiruv, qo'llanuvchiga yetkiruv yengil tugul. Biz endi barangida zastavni Moskvaga ketdi, Ulyansk o'zimizning областьga ketdi, Pensa, Saratov, Samaraga, Qozonga da bir 200-300 tonnaga yaqin baranga ketdi. Leningradga ketdi. Seminarga diye verdik, alıp gittiler Özbekistan'a. Tecrübeli ovul xo'jalik xizmatkari Rafi Sabi aytmishli, havo tirishi yaxshi bo'lsa, qirdan qaytaruv bir ne tugul. Amina onu vaqtida ishkartib, qopchiqlarga to'tirib zato problema tug'dira. Ishlarga kishi yetishmaydi fermer. Shunga ko'ra ish sezonida ishchilarni ol chetdan ketira. Ularni 2 topqir xo'jalik hisobida Oshatonida uyushtirgan. Guzel Aynidinova hunar bo'yicha o'qituvchi. Yo'l kunlarida bo'sh vaqtlarda ozroq o'qshasi bo'lar deb munda kelamdi. O'qituvchi zarplatasini yashab bo'lmay, munda podработкага keldim. Kişir çistartabız, berengi çistartabız indi. Ağır tugulmi? Yo'q, ağır tugul vay. Men berengi hem kişir kapçıklarga fasab aytib turam. Şundan kirene bir 4000 kapçık çıga. Şundan kişiri de şundan bula küp hozirgi vaqtda ko'p kishilar kelib sotib ola, turli rayonlardan, turli shaharlardan. Xo'jalik mas'ullarında o'stirilgan kishir ham barangining eng irisinden olib, eng vog'ina chaqilsa, qo'llanuvchi ustiline borib yurishi ekan. Bizning otxud birda qolmaydi. Mana shunday kichkina barangi Moskvaga jiberamiz. Moskvada restoranda zakaz ketib turadi. Biz 10 so'mga sotamiz, bu barangini Moskvada 60 so'mga sotamiz. Simbir barangisini olarga Idil bo'yi tubaklarining tugul, O'rta Aziya, Kavkaz yoqlaridan da keladilar. Товар хороший, качество отличный, там якраз чистый, поэтому приехали, товар посмотрели, нас понравился, устраивает, нормальный товар. Barangini biz tirisde üstüremiz. Bizden atlar köy, atlardan tavuşunu çıkarırız. Kişir tozu bir tirist yarata, tirist üstürge yarata. Şuna göre biz udabrinler, mineral udabrini de primat etmiyoruz, kimyeyi de primat etmiyoruz. Abushayev Kristian fermer xo'jaligi kelajakda iginlar bilan birga boshqa tir yashilishi ham jilak yemishlarda o'stirilga niyatli. Bu yıl 200 gektar barangi oturttuk, 10 gektar kişer oturttuk, tağın bir yılda tağın 20 gektar çiğindir oturttuk, kızıl çiğindir, staloyunu kendi, soğan bir 10 gektar oturttuk. Dальнейший tam bir 2 yıldan jilak üstüne başlayırız Allah dilese. Xo'jalikda ishlovchilar xizmat haqini istab tilagi bo'lsa, barangi ham yashil shay yozdirib olala. Bu ayiruvchi shahardan kelib ishlovchilar uchun o'ng'ayli ham arzonga tushadi. Ulyan silkasidan Ramiz Safin, Ahmed Mudarisov, Yangi Asr kanali.